Yo bolalar hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan Dragon do'stlar. Bugun biz reklama qilganimdek juda ham ajoyib bo'lgan Minecraft o'yinini o'ynaymiz do'stlar. Bu juda ham ajoyib shader va narsalar qo'shilgan. Bu Minecraftni sizlarga tortishni o'rgataman va biz 1K bo'lgandan keyin o'rgataman do'stlar. Obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Biz bugun juda ham ajoyib survivalni qilamiz. Ukam bilan salomlash. Salom bolalar, sizlar bilan Craftermiz. Xullas, ashnaqa. Bugun do'stlar mana shu olamda rivojlanamiz. Juda ham ajoyib ko'rasizlar video davomida va biz 1K bo'lganimizdan keyin sizlarga buni aytaman. Bizda ancha-muncha narsalar bor. Chunki bundan oldin ozgina o'ynaganmiz. Mana bo'ldi. Ketding daraxt chopamizmi? Ha, men chopyapman. O'zi ketyapman chopish. Ke. O ketyapsan sen? Ketyapman. Biz ham mana shu yerga uy quramiz. Yugurishini qarayapti ketdi yanimdan. Qara. Mana shu daraxtni tezroq chopib olaman. U nandiroqda ayiq turibdimi? Mana shu ayiqni ham o'ldiramiz, hozir chopib olsak. Hozir. Ancha go'sht tushadi lekin. Men kelgan daraxt chopishim shartmi? Men chopagan daraxtni. Boshqa daraxt yo'q. Bitta tezroq ko'proq daraxt chopib olaylik, keyin go'sht bo'lmas. Daraxt kerak bizga ko'pgina uy qurish uchun. Kam tushyapti daraxtlar. Do'stlar, bu daraxt sinmaydi. Umuman sinmaydi bu daraxt. Prostaligini nima urdisak, u glaze log deb chiqaryapti-yu, shu bitta, ikkita ashlarni beradi bizga. Bu daraxt ancha urganimizdan keyin 10 talib tushadi. U 10 taliganda daraxt tushmaydi bizga. Shunaqa. Sakrab choping. Sakrab. Hozir. Ketdi, ayiqni o'ldiraylik, ayiqni qurolda olaman men. Qurol yasaganmiz do'stlar. Bo'ldi. Ketdi, ayiqni o'ldiramiz. Ketdingmi? Ketyapman. Qani mo'ljalga olib. Nechta ularkin ayiq? What? Fuck. O yeyapti. Yeyapti. O'ldi. Bo'ldi, o'ldi. O'ldim? O'ldi, omtaladi-yu. Ichini ochamiz, go'shi. Oxo, 26 ta go'sh berdi. 26 ta o'ylabsam qancha go'sh u. Bunaqa teri Soy va turli xil narsalar. Xullas, biz mana shu yerga atrofga, mana shu yaqin atrofga uy qurishimiz kerak-da, to'g'rilagan joyimizga, tushundingmi sen shuni? Qansiz? Mayaqda. Yo'q, hayvonot topdim. Qani? Mana. Men emasman. Yo'q, naryoqda ayiq bilan cho'chqami? Nima cho'chqami? Cho'chqa bilan nimadir, qarang, kiyikmi? Bo'g'im shunaqa ekan. Ulardan ham tushadi narsalar. Yo, ayiqmi? Yo, to'ng'iz shekilli, da to'ng'iz ekan. Kiyik ham bor ekan. Ha, kiyik bor. To'ng'iz nechta ular? Bitta o'ldi to'ng'iz. To'ng'iz ham hujum qiladi bizga. Mana shu yerda yuribdi. Ha, to'ng'izni o'ldirdim, to'ng'izni oldim endi. To'ng'izdan hamma narsalarni oldim. Kiyik bor. Kiyikni ham o'ldiraylik. Kiyikni o'lmayapti. Ha, bo'ldi, o'ldi. Olamiz narsalarni. Ye, nima qildim? Kimdir uryapti meni. Chiqamiye. Dadangga tashlayapsan. Dadangga o'xshatding shekilli. Ha, bo'ldi. Kelyapman men. Kelasan? Kelar. Cho'chqa narsalarni olaman. Mash craft qo'yish qiyin ekan. Bo'ldi. Tashor. Tushib ketdi. Endi kiyik qani? Kiyik yo'qolib qolakan narsalarni olgandan keyin. Sen qayerda yuribsan? Men qayerlarda aylanib yuribman. Men ozgina daraxt chopib keyin uylar qurishni boshlaymiz-da. Anaqa bor bizda. O'ldirdik-ku. Terisi bor, terisidan keyin biz hali uy yasaydigan narsani qani yasashimiz mumkin. Bu orqali biz strukturlar yasaamiz. Ayiqni qo'ydan boy bermaslik kerak, ayiqni o'ldirish kerak. O'ldi ayiq. O'ldi ayiq? Bizda ancha narsa bor endi. Nechta go'sht tushibdi? Bo'ldi, hamma narsani oldim.
Qo'ydingmi ana uni? Ha, sen oluvding ekan. Hı. Yo'qolib qoldim. Oldimmi debman. Bo'ldi, go'shtni ham oldim. Tosh tashlab qo'yibman. Ha. Tosh bilan qani tashlab qo'yibsan, ko'rdim, oldim. Xullas, endi mana shu qirg'oq bo'yiga biz uy qurishimiz kerak. Ozgina daraxt chopib. Nima ko'p daraxt kerak bo'lar ekan. Biz mana shuni yasab qo'ydim. Mana shu orqali biz uylar yasaymiz. Tushundinglarmi? Obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Juda ham ajoyib o'yin bu. Sizlarga ham keyin o'ynashni o'rgataman bir bo'lganimizdan so'ng. Keyin ularni ham o'ynashimiz mumkin do'stlar. Bu o'yinda biz keyin kiraverasizlar, bemalol Toshkentda bo'lasizlarmi, u Xitoyda bo'lasizlarmi, ulansa bo'ladi internet bilan. Meni anaqamni nima deydi, serverimni nomini bilib olsanglar, keyin kodimni terasizlarda. Bo'ldi. Kodimni har doim men 5 ta 0 qilaman. Kiraverasizlar, faqat o'ldirish yo'q. O'ldirganlarni kickga boraman. Keyin birga ulanib video olaveramiz mana shunda. Kirsanglar. Hozir. Mana shuni uzoqroq qolib qo'yish kerak mana shu videoni anaqasi. Ketdik endi mana shu daryo bo'yiga uy quramiz endi. Tayyorgan. Daryo bo'yiga. Daryo qirg'og'iga endi. Mana shu yerga biz uy quramiz. Uyimizdan uy bo'ladi. Shuni ko'rib turib, u buyuk hali muhandislar ham bor-ku. Ahmadlo aka qanday qurdingiz bu uyni deyishar, tushundingmi? Sen meni oldimda yur, mana shunaqa uylar ko'rib yurasan. O'yin yoqdimi? Yoqdi. Men bilan yursang mana shunaqa o'yinlar o'ynab yurasan, tushundingmi? Endi 300 nechtadir daraxt bor. 10 ta mana shu ashiq daraxt bor menda. Dash daraxtlar tashlasang menga. Tayyor, anaqa ham tayyor bo'pti, olyapman. Daraxt. Tasha daraxt. Tashamas. Mana bu. Tashadim. Ya bo'ldi. 308 degan, 308 ta daraxt. Yaxshi, progressim bor. Endi mana shu orqali uy qurib yoramiz. Juda ham ko'p kerak bo'ladi bizga daraxt. Naqa stolchalardan uy qurib olamiz boshda manaqa qilib. Tushundingmi? Sen o'rganib oldi, keyin hali men yo'qligimda ham qurib yuboravergan bo'ldi, tushundingmi? Meni oldimda Qo'lingizda xaritami? Ya, mana shu orqali quryapman. Bo'lardi stollarni mana shu orqali yaratib, bu yoqqa qo'yib bo'lmaydi ekan. Hay, apres. Mana shu yerlarga quramiz endi. Surlar qiroqqa qur. Ha, bo'ldi. Bug bo'ldi. Hozir do'stlar internet yaxshi ishlamayapti. Chunki anaqa nima chiroq o'chiq. Internetlar zo'r ishlasa shunaqangi ishlaveradi. Вообще xohlagan odamlar bilan ularni o'ynayverasizlar. Serverimizga hozir agarda kodimizni bilib kimdir kirib qolsa, kirib qolishi mumkin. Ya'ni kodimizni bilgan odamlar bemalol kira oladi. Anaqa keyin otib olish ham mumkin. Biz hozir necha kishi? 2 kishi o'ynayapmiz, lekin biz 4 kishilik qilib qo'yganmiz ekan. Bemalol olishsa, bu yoqqa qo'yib bo'lmaydi. Bu yoq chegara. Do'stlar, bu yoqqa o'tib bo'lmaydi, chunki daryoda oqib qoladi. Aşağıda o'lib qolish mumkin, lekin o'lsak, narsalarimiz yerga tushmaydi, вообще yerga ham tushmaydi, o'zimizda ham qolmaydi, yo'qolib ketadi narsalar. O'lmaslik kerak, shuning uchun. Hali birontasi masalan birontasi hali kirib qolib serverimizga o'ldirib yuborishi ham mumkin. Shunda hech balosiz qolamiz. Devor quramiz endi. Devor. Mana devor, vel. Endi mana shuni mana shu tomon atrofini o'rasak bo'laveramikin? Ha, mana bo'pti, o'rab tashlayveramiz. Deraza ham qilasizmi? Deraza, mana deraza qani. Ha, bo'ldi, mana deraza, mashika deraza qilamiz, tushundingmi? Men bilan yur, sen eslatib yur meni. Eshik qilamiz mana ikki. Qani eshik. Mana derazani anaqasi ham bor ekan, mana edi. Plus X to'qiladi. Mana eshik qo'yapman, eshik qo'yamiz. Derazadan kirib bo'lmaydimi? Eshik qo'yamiz mana. Bu yerga eshik bo'ladi-mi? Qarash eshik bor ekan mana shu yerda deyishadi. Eshikka umuman daraxt yetmayapti. Daraxtimiz afshi o'sib qoldi, tushundingmi? Sen daraxt chopib kelasan. Ko'pgina. Boltani singan men. Mana berdim. Mana tashab qo'ydim boltani ol. Ol. Chopib chiqib turibdi boltani. Oldim. Obuna bo'lib boringlar. Obuna bo'lib qo'ylasizlar. Turli xil narsalar yasayman. Men bu yerga aniq qo'ymoqchiman, yasamoqchiman. Nima qo'ymoqchisiz? Pechga. Hali pech bo'ladi, hali. Hay, undan narsalar pishirishimiz mumkin, temir. Turli xil narsalar pishirishimiz mumkin, tushundingmi? Endi sanchiqi bor, sanchiqi. Sanchiqi? Hay, sanchiq oladiganmi? Tiqib oladiganmi? Men tayoqlar yasayapman. Tayoq?
Hozir tayoq bosib qo'ydim menimcha. Cho'paylar bosib qo'ydi, cho'pay. Cho'pay? Cho'pay. Sen qaydan bilding? Sen sehrgarmisan yo meni kuzatib o'tiribsanmi? Mana shu yerga tom qilamiz do'stlar. Mana shu yerga bitta daraxtimiz yetmaydi ekanda bari. Daraxt baribir yetmayapti. Tom qo'yib, keyin bu yerga chiroq qo'yamiz. Mana shu tom ekan. Bu pollar ekan, poliydigan do'stlar. Poliydigan. Eshik qo'yish uchun eng haligini yasash kerak. Yangi odam kirdi. Kim? Yura deganmi? Yura degan, Yura ekan. Yura emas, Yura. Hozir ko'raylik-chi. Yura davri. U nima? Yo senmisan? Men yugurib kelyapman. Hello. Hay. Hech kirmasmikin ish qilib, bali. Bizni o'ldirib yubormanimikin? Uni kelyapti. Chiqarib yuboray-a? Chiqarib yuboray. Kerak, o'ldirib narsalarimiz. Do'stlar, mana shu odam bilib olgan, biz 000 qilib ko'rdi. Chiqarib yubordim. Qo'l chiqib ketdi u. Hech narsa chiqarib yuborasizlar. Server sizlar-ku, chiqarib yubordim. Yaxshi, agar o'ldirib qo'yishim mumkin edi, to'g'rimi? Nima bu? Daraxt. Ha, daraxtmi? 46 ta, yaxshi. 46 ta bizga hozircha ancha progress bo'ladi. Bu yerga eshik qo'yaman hozir. Eshik? Ha, eshik anaqasi. Taxtali joy. Yugurishingni qara. Android. Daraxt chopga ko'proq. Boltesini demayaptimi? Necha qoldi? Balandroq gapirib videoda eshitib qoladi. Hop. Endi mana shuni qo'ydik. Chiroq. Yoritib turadi-da buni do'stlar, menga qo'yadigan bo'lsak. O'rtaroqqa qo'ying. O'rtaroqqa? Ha, bu metal fragment kerak ekan buning uchun. Hali temir deganda endi do'stlar, hali temirda eritilgan. Temirni qayerdan topasiz desanglar, hali toshlarni anavi kirkari kavlasak anaqa keladi. Metal fragment degan narsa keladi, tushadi, qora. Ashuni pechkada eritsak, degan ash orqali bizga boltani tashlaydi. Ashuni tosh chopish kerak endi. Toshing yo'qmi? Toshim bor. Bormi? Tasha. Bor. Ha, ston 50 ta yaxshi. Bizga 64 tami shunaqa kerak-da. Jichcha g'alada o'zi. Men tosh anaqa temir olib kelaman endi. Temir kerak bizga do'stlar. Juda ham ko'pgina temir kerak. Chunki biz nima qilamiz? Chiroq yasaymiz, chiroq. Chiroq uyimizni yoritamiz do'stlar. Qorong'i tushyapti-ku. Asarlarni ko'zini kim yoritgan desa, akam deb qo'ygan, tushundingmi sen? Ko'zingni kim yoritgan? Kim hayotingni yoritgan desa, akam deysan, tushundingmi? Siz kim daraxt olib bergan desa, men deysiz. Ha. Sen daraxt chopoqsan, to'g'rimi? Chopib tashlaysan hamma daraxtni. Uy quroqsiz. Men uy quroqman. Uyni ko'p tashlayman. Agar internetinglar ishlasa, vobshe chiqib ketmaydi. Maza qilib o'ynaysizlar, xohlagan odamlar kirgizib, ulanib, xohlagan odamlar bilan o'ynashinglar mumkin. Bizda ozgina internet ishlamayapti. Shu sababdan bizni chiqarib yuboryapti. Bu uni fakil yasadim men. Fakilim tayyor bo'libdi. Men hayotingni yoritaman, ko'ryapsanmi? Qanisan? Ho, orqa tomoningizdan. Ha, yuribsanmi ashari? Uydaman. Ha, bo'pti men. Sen uyda turib tur. Uzoqlarga ketma. Men daraxt chopyapman. Daraxt? Toshu? Ha, qaramapman-da, tosh chopyapman degan. Tosh chopibman. Tushyapti. Tushib bo'ldi kechmaydi. Sho'lda shuncha aytib. Mana men fakir borman endi, fakir. Torch deylarmi? Torch. Xullas, mana shu orqali biz bugungi tunni o'tkazamiz. Sindi boltam sinib ketgan. Hech bo'la qolmadi endi bizni. Bolta qo'yib qo'yganman, pish kerak. Pishmas, tayyor bo'lishi kerak. Qo'ydim o'zi bolta. Mana.
ana bak. Mana bak u, ana bak. Do'stlar, internet ishlamagan uchun qaranglar, butun boltani qo'ysam, oxiri sen bergan boltani ashinchasini berdi. Tugagan boltani. Jin nima bu? Qanaqadir bug bo'lyapti-da. Yana bir marta yasab ko'raman. O'sam sen o'ldirib yuborasan meni keyin. Bug bo'lyapti-da, qanaqadir do'stlar. Internet ishlamayapti, bug bo'lmayapti. Internet ishlamasdan bug bo'lyapti. Bu o'yin atak zo'r, lekin o'tib o'ynab ko'rishlarni tavsiya beraman. Kirasizlar, o'ynasizlar va keyin menga yozsanglar kommentariyamga. Keyin sizlarga o'shani qasini qo'yib beraman deydi. Yo'limning nomini ham, yo'limning nomi har doim menimcha Dragon qo'yaman. Dragon deb yozsanglar o'zi chiqadi. Keyin hali anaqa joyiga, kod joyiga 5 ta 0 qilsanglar kiraverasizlar bemalol. Faqat o'ldirish yo'q. O'ldirsanglar kickka boraman. Qo'yoq tomonda sizmisiz? Ketaman hozir boraman. Voy, yo'lga ketyapman hozir. O'ldirib yuborasan meni? Hamma narsalarni tashlab beraman senga. O'ldirib yuborasan. Bu Minecraftda haligi nima deydi, narsalar tushishi ham bor-da, tushishi ham bo'lishi kerak o'zi. Bo'ladi. Menda bir marta tushgan. Faqat internet yaxshilamasa yo'qolib ketadi. Men hali yer tagiga kirib ketaman. Shunaqa. Internet yaxshilash kerak-da buning uchun. Uyga kelishingiz kerak. Wi-Fi lar bo'lsa, o'zingizga mana shunaqa yo'rataman. Effekt animatsiyasi shunaqa o'zi uni. Keyin do'stlar anaqasi bor. Tashlayapman hamma narsalarni. Olov. Kiyimlarim, bechara kiyimlarim. Ol tezroq nimalar yuribsan? Xullas, hamma narsani tashlagandan keyin men bitta o'lib boraman, tushundingmi? Keyin bitta tug'ilganimdan keyin o'zimda avtomatik bolta turadi do'stlar. Shuni tug'ilishinglarga bitta bolta turadi qo'llarda. Mana bu narsa aynan kerak hozir. Oling. Hozir olyapman. Ol, chirog'im bor, 4. Ol. Bitta narsa olaman. Na bo'ldi, olding. Endi narigilarni ham ol. Xo'p. Mana hamma narsani tashlab beraman, qara. Tez makka kelgan nimalar ketib qolyapti u yoqda. Hozir. Shuni tashlayveraman, shuni olaversan, tushundingmi? Tez olganda. Kel tezroq. Bo'ldi do'stlar, mana o'lib tug'ilib oldik. Hammasini berdim. Hop keyin tashlab narsalarni. Biroq narsalaringiz bug bo'lib yo'qolib qoldi. Bug bo'lib? Chunki o'tvardi do'stlar anaqa bo'lib. Nima deydi? Internet yaxshilamasdan orada yo'qolib chiqib ketib qoldik. Tasha. Shuni. Ana, oling. Mana hozir. Oho. Tashlayapsanmi? Tashlayapman. Mana. Hammasini tashlab bitta olaman keyin. Mana. Oho. Ol, tez hammasini ol. Ishtongiz yo'qolib qolibdi. Ay, yana o'tvar. O'zlar hamma narsani tashlab olayotganda o'tvaryapti, chunki vobshe internetimiz ko'rib turibsizlar, qiyin. Xullas, hamma narsani tasha. Tashlayapman. Bo'ldi, kiyimimni kiyib olaman. Ishtonim do'stlar bug bo'lib, orada internet ishlamasdan chiqib ketib qolganimiz yo'qolib qoldi ishton. Ishtonsiz yuraman endi. Fakirlasak, ol qo'lga tashlaverdi. Omad tur. Hop. Men olgandan keyin o elementlarda paydo bo'lmaydi. Elementda paydo bo'ladi, u asosiy anaqada paydo bo'lmaydi-da, ona. Hayotingni yoritaman, nima deyapsan? Yorug'da. Gam. Xullas, bizga mana shu uyda qurib tashlash kerak, bu qismda tushunyapsanmi shuni? Tushunyapman. Ana shu yerdan daraxt chopib kelish kerak, daraxt chopish kerak. Boltang sinovdan seni? Boltam senga. Men bo'lsam daraxt chopib turaman. Toshga borib kelaman bo'lsam, temir bilan. Daraxtda keyin chopamiz. Hozir daraxt chopaman deb turadimmi? Men fikrim o'zgardi. Toshga boramiz.
temir bilan tosh kerak bizga, ya'ni pechka yasash kerak, chunki tushundingmi? Keyin asham bilan biz kirka yo bolta yasab turib, tosh o'ttinda anaqani nima edi? Daraxtni ko'proq olishimiz mumkin, chopsiz, tushundingmi? Sen nima qilyapsan? Menmi? Yuribsan mashaqda? Andirovchi o'sha bo'pti, yetar menimcha. Hozir 5 sekund. Uyga kelasizmi? Ha? Uyga kelasizmi? Ha, hozir. Tosh etsa boraman-da. Hozir 5 minut. Ana. Endi uyimizga shaqiraman. Keling tezroq. Ana ketyapman bo'lman. Xullas. Ha, uyimiz o'rnalar ekan. Uyimiz yo'qolib qolmagan. Qalaysan, Android yaxshimisan? Yaxshi. Uy. Qayerga ketdi u? Bilmayman, sanchiq anaqa qirol tashuvdim. Oliy mana narsalar. Ne narsalardi? Oliy dumalab ketyapti. Bo'lmayapti-da. Oli. Qanani yana bitta. Qolmadi boshqa? Qirolim sen ergana? Ol qirolim o'zimda. Endi kimdir kirib bo'lsa ham bang qilamiz-da. Tushunasizmi? Uyni ko'paytirish, uyni qurish kerak, katta uy tashlash kerak. Mana qurolni qo'lga oldik. Otib tashlayman. Otaymi? Otmay. Ol. Joning to'la hamma narsani tashladingmi menga? Joning to'ladi endi, keyin boltina paydo bo'la qo'lingda. O'lib yotdi. Bo'yinni qaranglar, suyak uzilib ketdi. To'g'rilaymi? To'g'rildim. Tezroq kel. Bechora bola. Zo'r bola eding-a. Seni hech qachon unutmayman. Xullas unutdim. Ketdik. Bu yerlardan ketamiz. Mana shu yerda o'tib o'lib yotibdi. Men unutolmayapman buni. Ketdik. Unutish kerak uni. Qansan? Kelyapman. Seni unutdim lekin. Tezroq respan qilib tasha, tez tug'ilgin. Tug'ilsang aytaman, to'xta deyman. Ha, no. Qayerda tug'ilyapsan? Boshqa yerlarda tug'ilyapman. Men kelyapman. Qani? Ko'rib bo'ldi, kelyapsan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Solaringizga yugurib kelishlaringizdan o'ylaydi. Bolta bo'libdi qo'lingizda. Tug'ilganda do'stlar avtomatik bolta o'lib turib tug'ilganda bolta bo'ladi, basharangni yo'qyapman qara. Kuymaydimi? Kuymayman. Kuymas o'ysan sen. Kerak narsalar hammasi bor. Endi bizga bitta mana qaysa olamiz. Aka. Hop. Ishtonimiz qani? Ishtonim yo'q. İştonsuz yürümem bugün. İştonsuz. Uch paytman ishtonsiz yuraman. İştonsuz yuraman men, nima deyapsan? Ishga bitta chiroq qo'yish kerak. Qo'ying. Lampochka chiroq. Temir kerak ekan bizga, pechkamiz pishsin, keyin chiroqni qo'yib tashlayman. Pechka voy, yarimi ham to'lmabdi-yu. Mayli, hayotingni mana shu fakir bilan yoritib turaveraman. Xohlasang yana bir marta otaveraman. Nimani? Mana qanada? Pistoletdan. Pistolet otib tashlayman. Otmaysiz. Mana fakir. Qurib tashlama shitlarni. Endi bu sanaqa taxtalar. Yo'q. Taxta yo'qmi? Bor, jicha bor. Ozgina kegiroq anaqalarman. Mana shu yotoqda anaqadan klozdan qurar ekan, lekin mollarni yo mol deyman, hayvonlar o'ldirgandan keyin tushadigan shaqadan. Keyin biz mana shunda qana yotadi bilmayman-da. Qana yotishni bilganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Biz bir kabogamizdan keyin aytamiz dedik-ku, lekin biladiganlar ham bo'lishi mumkin. Ashakka bitta mana qayasash kerak. Qo'y. Plank kerak ekan. Plank yasasa bo'ladi. Plank. Hozir. Shavarorda gapirdi. Pechkamiz pishyapti. Hozir tayyor bo'ladi. 1 2 chorakam 18 sekund bor ekan. Nima tashlading? Yaxshi. Daraxtmi? 6 ta, yaxshi. Rahmat, katta kishi bo'ling. Betlaringiz yonadigan kishi bo'ling. Betlaringiz yonida. Soqollaringizni yondirib olish kerak edi. Oling, betim yonimda. Oldimi? Tayyor bo'ldi. Qani? Mana. Qo'ying tandirga, qo'ying.
Sabr. Mana tandir emas, u pechga bu hayotingni kim isitgan desa, mana shu pechga deb qo'yasan, tushundingmi? Bu pechkani kim qo'ygan desa, Ahmadullo akam desa. Dragon akam desa mana. Uni ichiga endi nima solamiz? Temir solamiz, temir yog'ochni sol. Temirni temir tushib ketdi, davom etur. Bittayam yo'q. Temirni yog'och anaqa tosh tashladim. Narsalar tashlayapsiz. Ha, tosh tashladim, dash. Ha, mayli, temir pishsa keyin biz chiroq yasaymiz. Tushunyapsanmi? Shuni chiroq yasaymiz. Tushunyapman. Mana shu yerga bitta anaqani qo'yib qo'yamiz. Deroza. Deroza yasash uchun 5 ta. Bitta. Daraxtni mashina ichida. Pish tezroq, pish. Mana hamma narsalar tayyor, kerakli hamma narsalarni oldik. Ertalab tushibdi. Adashib ketdim, uni to'g'rilab olsam. Ertalab tushibdi ertalab. Videoni ham tugatish kerak. Ancha cho'zilib ketdi. Normal cho'zildi. Mana shu eshikni ham qo'ydik do'stlar, kech payt. Maytlar kattalashtirdi yozgina, kech payt tuni bilan. Maytlarni kesar, chunki qorong'u o'ta g'alati, qorong'u bo'lib ketadi. Xullas, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Biz bir kapigamizdan keyin bu o'yinda ommaviy hammaga tanishtiraman va o'z server ochaman. U serverda hammamiz anaqa qilamiz. Mana shu tomda turib olib, hammamiz rasmga tushamiz. Xullas, o'sha serverda o'ynaymiz. Kodlarni hammani aytaman, birga o'ynashimiz mumkin. Otib tashlayman. Yo'q, otmang. Bo'ldi. Otmang. Oxirida otib qo'yishim kerak edi, lekin nima osmonlarga qarayapsan? Osmonlarda tushib ketar, osmonga qaraman, betingga qush tushib ketar. Temir, yaxshi temir bizda ancha ko'payib qolyapti. Temir nechta sizda? Hozir 7 ta bo'ldi temirim. Hozir bitta chiroq qo'yib qo'yaman-da, keyin videoni mana shu joyda tugatamiz. Bo'ldi, chiroq qo'yib qo'ydim. Chiroq bor, bizda chiroq bor. Yorit. Ana. Nima deyapti bu chiroq? Chiroq, fakir chiroq. Bo'ldi mana. Mana shu narsani qo'ydim. Quril mashinalar. Daraxt yo'q, daraxt bo'lsa quramanmi? Android. Mana hamma yo'q narsalar tayyor. Bog'daysiz bormi? Hamma narsa, yoz narsalaring yo'qmi? Yo'q. Otib yuboryapman bo'laram. Videoni oxirida kontent. Do'stlar, xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Buni otib tashlaymiz, xayrlash. Xayr bolalar, sizlar bilan Crafter o'zi. Xayr, sog' bo'linglar. Va, suvga bo'ktirib o'ldiraman seni, nima deyapsan? Xayr, sog' bo'linglar. Do'stlar, obuna bo'lsanglar.